Men Danabayeva Nilufar, Zardor tuman kelajak markazi Munchoqli bezak to'garak rahbariman. Bu to'garakda faoliyat yuritayotganimga 8 yildan oshdi. Men o'quvchilarga har xil turdagi munchoqlardan sumkalar, tillaqoshlar, yana gullar yasashni, bezatishni o'rgataman. Men ishlayotgan maktab ko'p funksional inklyuziv resurs maktabimizda floristika yo'nalishi bo'yicha qizlarga loyiha tashkillashtirganmiz. Bu loyiha bo'yicha turli xil dekorativ gullardan har xil turdagi gullarni yasashni o'rgatamiz. Birinchi maqsadimiz o'quvchilarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularni kelajak hayotda bir kasbga, hunarga yo'naltirish, hunar o'rgatishga tayyorlaymiz biz. O'quvchilarimiz bilan birga turli xil ko'rik tanlovlarga qatnashib kelmoqdamiz. Yaqinda bo'lib o'tgan Toshkent shahrida bo'lib o'tgan imkoniyatlar olimpiadasida o'quvchilarimiz faxrli o'rinlarni olib, har xil turli xil vaucherlarga ega bo'lishdi va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Prezidentimiz bizga berayotgan imkoniyatlardan cheksiz minnatdormiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan barcha xalqimizni, barcha o'qituvchilarni tabriklaymiz, ishlariga rivoj tilaymiz. Muhtaram Prezidentimiz bizga bergan shunday sharoitlardan unumli foydalanib, o'quvchilarga yana ham ko'proq bilim berishga harakat qilaman.